Hammaga salom. Bugun yana sizlar bilan oddiygina uy sharoitida topiladigan mahsulotdan yuzimizga maska tayyorlaymiz. Bu uchun bizga oddiygina kofe kerak bo'ladi. Kofeni farqi yo'q, kim qanaqa kofedan foydalansa, o'shani ishlatsa bo'ladi. Iliq suv qo'shib, ya'ni yarim choy qoshiq kofe yokida 1 choy qoshiq kofega 1 choy qoshiq yokida 1,5 choy qoshiq iliq suv qo'shib yaxshilab aralashtirib, bir xil massa bo'lguncha aralashtirasiz va yuzingizga chiroyli qilib surtib chiqasiz. Eslatib o'taman, toza bo'lishi kerak yuzingiz. Toza yuzga surtasiz va ustidan shunaqa qog'oz yokida quruq salfetka qo'yib chiqib, ustidan yana surtsangiz tayyor maska bo'ladi sizlarga qizlar. Yuzinglar mana shunaqa holatda bo'ladi. Buni yuvib tashlaymiz. 10 minut, o'rtacha 15 minutda shunaqasi qotadi. Sahifamga obuna bo'lsangiz, har kuni shunaqa kamxarj hammani uyda topiladigan mahsulotlardan maskalar tayyorlashni o'rgataman. Har kuni like bosib, ko'rib, o'zingizlarda sinab ko'rsangiz juda ham zo'r effekt beradi. Maskaga qaytamiz. Xo'p, ko'chirib olganingizdan keyin yuvib tashlaymiz. Undan keyin ko'k choyli muzdan foydalanamiz yokida oddiy muzdan foydalansak ham bo'ladi. Chunki bular po'rlarni yopadi. Like bosing va do'stlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. O'zingiz uchun saqlab